Kimda kam dezodorant ishlatyapman, antiperspirant ishlatyapman, Rexona ishlatyapman, baribir shundayam terlab ketyapman, yoqimsiz hiddan qiynalyapman deydigan bo'lsa, sizlar mana shu ikkita firmanikini ishlatib ko'ringlar. Erkaklar uchun bunisi ayollar uchun. Buni surganinglardan keyin terlashinglarni shunaqa qoldiradi. Hidlari ham shunaqa zo'r. Yoqimsiz hidlardan ham qiynalmaysizlar umuman. Buni sovunligi bor, kremligi bor. Rostdan ham 72 soatga turib beradi. O'zim ham ishlatyapman, sinalgan. Effekti rostdan ham rosa zo'r. Maza qilasizlar. Olib ishlaysizlar, rahmat aytasizlar. Rostdan ham shunaqa zo'r ekan deb. Kim o'sha muammodan qiynalayotgan bo'lsa, yaxshi dezodorant, antiperspirant topolmayotgan bo'lsa, mana shuni olib ishlatinglar qizlar, nalichida bor. Ayollarniki, bunisi erkaklarimiz uchun. Rosa zo'r. Kim terlashdan qiynalayotgan bo'lsa, olib ishlatib ko'ringlar. Rostdan ham